Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Barchalarga Arafa hayitlari muborak bo'lsin. Sizlarni yana kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman va men bugun mana Arafa oshini tayyorlashni boshladim. Bu arada uyimda ustalar bor. Bolajonlarim xonasi remont bo'layotgan edi. Oldingi videomda aytganimdek, ustalar ham abo'ylarni yopishtirishni boshlashdi. Oz qoldi bitishiga. Shunday qilib, mana oshlarimni qovurib suvini quyib oldim. Behini esa alohida qozonchada qaynatib pishirib olaman. Ko'rganingizdek, chunki oshni suviga solib pishirganda oshni mazasi o'zgarishi mumkin yoki bo'shroq bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun va guruchlarimizni solib damlashga ham harakatini boshlab yubordim. Bu arada ko'rib turganingizdek, juda ham mazali bo'lib pishyapti. Guruchlarni men pastigacha aralashtirmayman. Shunday bet-betini ontarib pishirib olaman. Olovini ham pastroq qilib pishiraman. Baland bo'lsa suvi tugab ketib, ustiga suv quyib pishirishni xohlamayman. Juda ham mazali bo'lgan ekan oshlarimiz. Bir pasda tugab ham qoldi. O'zimiz to'yib ulgurmadik ham. Har doim Arafa oshlarini erta kunda qilib tarqatib qo'yaman. Kech qolib ketmaylik deb. Erta kunda qorin ocharga tayyor bo'ladi. Shunday qilib oshimizni damlab oldik. Undan so'ng oshlarni tarqatib mehmondorchilikka ham borib ulgurdik. Oshlar ko'payib ketsa, yarmini bo'lib morosilkaga solib qo'yaman men. Chunki ertasi kuni yeb ulgib tugata olmaysiz. Mana ko'rganingizdek chiroyli qilib idishlarga solib tarqatib ham oldim. Qolgan oshlarni esa yarmini tovoqqa bosib soldimda morosilkaga soldim. Bu lagandagi esa ertangi kunga obedga yeyishimizga yetarli bo'ldi. Va yana kerak bo'lganda olib, isitib, yangidek qilib yeyishimiz mumkin.